Tarixiy taqqoslash. Tramp urushni uzoq davom etishi mumkinligiga ishora qildi. AQShning Yaqin Sharqdagi urushi Ukrainaga katta zarba berdi. Bloomberg. Mujtaba Xomanaiy tez orada ommaga ko'rinish beradi. Eron Tashqi ishlar vazirligi. Yangi xavfli bosqich. Belarus urushga tayyorlanmoqda. Rossiya Ukrainaning Lugansk viloyati ustidan to'liq nazorat o'rnatganini ma'lum qildi. Eronga hujum. Arab mintaqasi $194 milliard dollargacha yo'qotishi mumkin. Rossiyadagi vaqtincha saqlash markazlarida qancha o'zbekistonlik saqlanayotgani aytildi. Dunyo siyosatini biz bilan kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Tarixiy taqqoslash. Tramp urushni uzoq davom etishi mumkinligiga ishora qildi. Vaziyat yanada keskinlashdi. So'nggi soatlarda urush yangi zarbalar, keskin bayonotlar va xavfli signal bilan davom etmoqda. Eron raketasi Iordaniyadagi AQSh foydalanadigan bazaga zarba berdi. 2 dona havo mudofaa raketasi uni tutib qolishga uringan, ammo nishonga tegmay qolgan. Bu esa AQShning mintaqadagi harbiy obyektlari tobora ko'proq xavf ostida qolayotganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Donald Tramp urush davomiyligi haqida tarixiy taqqoslash keltirdi. Amerikaning Birinchi jahon urushidagi ishtiroki 1 yil, 7 oy va 5 kun davom etgan. Ikkinchi jahon urushi 3 yil, 8 oy va 25 kun davom etgan. Koreya urushi 3 yil, 1 oy va 2 kun davom etgan. Vyetnam urushi 19 yil, 5 oy va 29 kun davom etgan. Iroqda 8 yil, 8 oy va 28 kun davom etgan va hozirgi harbiy operatsiyada AQSh 32 kundan beri qatnashayotganini ta'kidladi. Yana Tramp Eron neft infratuzilmasi haqida ham keskin fikr bildirdi. Biz ularning neft infratuzilmasiga zarba bermadik, garchi bu eng oson nishon bo'lsa ham. Chunki bu ularga hatto ozgina bo'lsa ham omon qolish yoki tiklanish imkonini bermas edi. Ammo biz bunga zarba bera olamiz va ular bunga qarshi hech narsa qila olmaydi, deydi u. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, falastinlik yigit xuddi tajriba quyonidek otib o'ldirilgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil askari uni yurishga majburlab, keyin uzoq masofadan otish mashqi uchun nishon sifatida ishlatgan. Shuningdek, AQSh harbiy doiralari avvaldan ogohlantirib kelgan muammo yana kun tartibiga chiqdi. Ularning ta'kidlashicha, Fors ko'rfazidagi bazalar, ayniqsa Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasi Eronning raketa va dron hujumlari qarshisida o'ta zaif hisoblanadi. Harbiylar kuchlarni yanada xavfsizroq hudud Saudiya Arabistonining g'arbiy qismiga ko'chirishni taklif qilgan. Ammo bu reja na Bayden, na Tramp ma'muriyati tomonidan amalga oshirilgan. AQShning Yaqin Sharqdagi urushi Ukrainaga katta zarba berdi. Bloomberg kommunisti Mark Chempion fikricha, Washingtonning ushbu qaroridan eng ko'p yutgan tomonlardan biri Rossiya bo'ldi. Ukraina esa yana bir bor g'arb kun tartibida orqa o'ringa surildi. Vladimir Zelenskiy bu xavotirni avvalroq ochiq aytgandi. U mart oyida Yaqin Sharqdagi urush sabab Ukrainaga e'tibor susayotganini va havo hujumidan mudofaa vositalari tanqisligi kuchayganini bildirgan. Reuters ham mart oyida Pentagon Ukraina uchun mo'ljallangan ayrim qurollarni Yaqin Sharqqa yo'naltirish ehtimolini yozgan edi. Bloomberg sharhlovchisi Mark Chempionning yozishicha, Donald Trampning Yaqin Sharqda urush boshlashi Ukraina uchun ulkan zarba bo'ldi. Muallifning fikricha, bu mojaro bir vaqtning o'zida ham AQShning Ukrainaga e'tiborini susaytirdi, ham Kiyev tayanadigan g'arb resurslarini boshqa yo'nalishga burib yubordi. AQShning NATOdagi doimiy vakili Matthew Whitaker Amerika yetakchisi Ukrainaga yordam ko'rsatish bo'yicha Yevropa sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini qayta ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Muhokamalarning borishi Yevropaning Hormuz bo'g'ozini ochish bo'yicha koalitsiyasidagi ishtiroki bilan tanish bo'lgan 3 amaldorning xabar berishicha, bunga javoban Tramp NATOning Yevropa davlatlari tomonidan moliyalashtiriladigan Ukraina uchun qurol-yarog' sotib olish tashabbusi Perl doirasida yetkazib berishni to'xtatish bilan tahdid qilgan, deyiladi nashr xabarida. Trampning o'zi The Telegraph nashriga bergan intervyusida Ukraina AQSh muammosi bo'lmasligiga qaramasdan Qo'shma Shtatlar NATOga vaqtida bu masalada yordam ko'rsatayotganini eslatib o'tdi. Biz avtomatik ravishda, jumladan Ukraina bilan yonma-yon edik. Ukraina bizning muammomiz emas edi. Bu sinov edi va biz ular bilan birga edik. Ular esa biz bilan birga bo'lmadi, degan u. Mujtaba Xomanaiy tez orada ommaga ko'rinish beradi. Eron Tashqi ishlar vaziri
Eron Tashqi ishlar vazirligi mamlakat oliy rahbari Mujtabo Xomanayning sog'lig'i haqida tarqalgan mish-mishlarga munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ismoil Bag'ayi Al-Masri Al-Yoyum nashriga bergan intervyusida Xomanayning sog'lig'i yaxshi ekanini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, rahbarning jamoatchilik oldida hozircha ko'rinmasligi mamlakatdagi murakkab vaziyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu borada turli gap-so'zlar tarqalmoqda, biroq ishonch bilan aytish mumkinki, uning sog'lig'i yaxshi. Mamlakat urush sharoitida bo'lganini inobatga olsak, rahbarning omma oldida paydo bo'lishi uchun biroz vaqt kerak bo'lishi tabiiy, dedi Bag'ayi. Shuningdek, u mavjud vaziyatga qaramay, davlat boshqaruvi va mudofaa tizimi samarali faoliyat yuritayotganini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun, Mujtabo Xomanayi 8-mart kuni Eronning oliy rahbari etib saylangan. U ilgari ushbu lavozimni egallagan Ali Xomanayning o'g'li hisoblanadi. Avvalroq Ali Xomanayi 28-fevral kuni AQSh va Isroil tomonidan amalga oshirilgan hujum oqibatida halok bo'lgani xabar qilingan. Yangi xavfli bosqich: Belarus urushga tayyorlanmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakat urushga tayyorgarlik ko'rayotganini, chunki hozirgi vaziyatda tinchlikka ishonib o'tirish foydasiz ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Belarus Bay xabar bergan. 1-aprel kuni Lukashenko Belarus qurolli kuchlarining kompleks tekshiruvi yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Tadbirda 300 nafarga yaqin harbiy xizmatchi, jumladan yuqori martabali ofitserlar ishtirok etdi. Belarus yetakchisi o'z qo'l ostidagilaridan har qanday vaqtda jang qilishga shay turishni talab qildi. Uning fikricha, aynan shu tayyorgarlik dushmanda qo'rquv uyg'otadi va bu mamlakatga hech kim bostirib kelmasligini ta'minlaydi. Tinchlikka ishonib o'tira olmaymiz. Biz urushga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu zalda o'tirganlar va barcha bir narsani tushunishi kerak. Biz urushga mutlaqo qarshimiz. Ayniqsa ofitserlarimiz, askarlarimiz va qurolli kuchlarimiz. Chunki biz urush nima ekanini yaxshi bilamiz, deya ta'kidladi Lukashenko. Lukashenko Belarus urushni istamasligini, biroq armiya aynan shu maqsadda mavjudligini qo'shimcha qildi. Agar kimdir bizga qurol bilan tahdid qilsa, munosib javob qaytaramiz. Biz aynan shunga tayyorlanyapmiz, deydi Belarus prezidenti. Lukashenko mart oyida Ukraina, Polsha, Latviya va Litvaga Belarus ishlariga aralashmaslikni, aks holda Minsk o'zini himoya qilish uchun Oreshnik raketa tizimini ishga solishga majbur bo'lishini aytgandi. Tez hojatga chiqish, hojat chiqarishda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, ichki yo'llarni tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Rossiya Ukrainaning Lugansk viloyati ustidan to'liq nazorat o'rnatganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi chorshanba kuni mamlakat qo'shinlari Ukrainaning sharqidagi Lugansk viloyati ustidan to'liq nazorat o'rnatganini ma'lum qildi. Vazirlik bayonotida hududning egallanishi ozod etish sifatida ta'riflanib, g'arbiy harbiy bo'linmalar Lugansk Xalq Respublikasi deb e'lon qilingan hududning to'liq qismini qo'lga kiritganini bildirdi. Qayd etilishicha, Rossiya avval ham 2022-yil va 2025-yil iyul oylarida Lugansk ustidan to'liq nazorat o'rnatganini da'vo qilgan. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Rossiya kuchlari 2022-yil yozidan buyon viloyatning deyarli barcha 26,7 ming kvadrat kilometr hududini egallashga erishmoqda. Mazkur bayonot Rossiya qo'shinlari yozda yangi hujum boshlashga hozirlanayotgani haqidagi xabarlar fonida yangradi. Shu bilan birga Moskva urush yana bir necha yil davom etishi mumkinligiga tayyorgarlik ko'rayotgani aytilmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qo'shinlarni qo'shni Donetsk viloyatidan olib chiqishga chaqirdi. Peskov bu qaror ko'plab insonlar hayotini saqlab qolishi va urushning faol bosqichini to'xtatishi mumkinligini qayd etgan. Zelenskiy esa AQSh vositachilari orqali Kreml tomonidan ultimatum qo'yilganini bildirib, unda Ukraina qo'shinlarini 2 oy ichida butun Donbass hududidan olib chiqish talab etilganini ma'lum qildi. Aks holda Rossiya tinchlik muzokaralarida qo'shimcha yon berishlar talab qilishi mumkinligini qayd etgan. Eronga hujum: Arab mintaqasi 194 milliard dollargacha yo'qotishi mumkin. Yaqin Sharqda 5 haftadan buyon davom etayotgan harbiy eskalatsiya arab mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida keskin orqaga ketishga olib kelishi mumkin. Ammo unda taqdim etilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi hisobot mualliflari shunday xulosaga kelgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlarining dastlabki baholashicha, mintaqa umumiy yalpi mahsulotning 3,7% dan 6% gacha yoki 120-194 milliard dollar yo'qotish xavfi ostida turibdi. Bu mablag' arab mintaqasining
2025-yilda erishgan butun iqtisodiy o'sishidan ham ko'proq. Shu bilan birga ishsizlik darajasi 4% ga oshishi mumkin. Bu esa 3.6 million ish o'rnining yo'qotilishiga tengdir. 4 millionga yaqin kishi qashshoqlik chegarasidan pastga tushib qolishi mumkin. Hisobot mualliflari hatto qisqa muddatli mojaro ham uzoq vaqt davomida saqlanib qoladigan chuqur va keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarga olib kelishini ta'kidlamoqda. Eng jiddiy makroiqtisodiy yo'qotishlar Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi mamlakatlari uchun prognoz qilinmoqda. U yerda savdo va energiya bozorlariga yuqori darajadagi bog'liqlik iqtisodiyotni ayniqsa zaif qilib qo'yadi. Ushbu subregionda yalpi ichki mahsulotning pasayishi 5.2-8.7% ga yetishi mumkin. Rossiyadagi vaqtincha saqlash markazlarida qancha o'zbekistonlik saqlanayotgani aytildi. Rossiyadagi vaqtincha saqlash markazlarida hozirga qadar 100 nafardan ortiq O'zbekiston fuqarosi saqlanayotgani ma'lum qilindi. Bu haqda Dunyo xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bosh konsulxonasi diplomatlari Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Vladivostokdagi vakili vazifasini bajaruvchi Yevgeniy bilan uchrashuvda ularni tezroq vatanga qaytarish masalasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, bosh konsulxonaga ayrim fuqarolarni saqlash muddati uzayib ketgani bo'yicha ko'plab murojaatlar kelib tushayotgani aytilgan. Suhbat davomida O'zbekiston tomoni joriy yilning 1-fevralidan 25-martigacha bo'lgan vaqt oralig'ida ayrim yurtdoshlarimiz Vladivostok xalqaro aeroporti orqali Rossiyaga kiritilmagani haqida ma'lum qilgan. Aytilishicha, Rossiya tomoni nazoratni kuchaytirgani va qo'shimcha tekshiruvlar joriy qilgani sababli Uzbekistan Airways va Centrum Air aviakompaniyalari parvozlar jadvaliga o'zgartirish kiritishga majbur bo'lgan. Bu esa O'zbekistondan kelayotgan yo'lovchilar sonining kamayishiga olib kelgan. Bu holat ikki davlat o'rtasidagi sayyohlik aloqalariga va savdo-iqtisodiy hamkorlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ta'kidlangan. Jumladan, Novobod Pasili Parranda fermer xo'jaligi va Agroptitsa kompaniyasi o'rtasidagi 20 million AQSh dollarlik kelishuv doirasida O'zbekistondagi Primorye hududiga inkubatsiya tuxumlarini yetkazib berish ishlariga ham qiyinchilik tug'dirgan. Shuningdek, uchrashuvda Primorye hududida vaqtincha bo'lib turgan vatandoshlarning huquqlarini himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, migratsiya qoidalarini buzgani uchun ushlangan fuqarolar bilan bog'liq holatlar muhokama qilingan. Yevgeniy Volosastov o'z navbatida bu masalalarni Primorye hududidagi mas'ul idoralar bilan birgalikda ko'rib chiqishga va vaziyatni yaxshilash uchun qo'shimcha muzokaralar o'tkazishga tayyorligini bildirgan. Qolaversa, u O'zbekiston tomoni bilan hamkorlikni davom ettirish va mintaqadagi O'zbekiston fuqarolarining huquq va manfaatlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratilishini ta'kidlagan. Rossiyada hozirda vaqtincha ishlayotgan O'zbekiston fuqarolari soni qariyb 1.3 millionni tashkil etmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.